Bugun bizlar Minecraftdagi maze quroli va naq 3 ta vardenni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Bu videoda juda ham yuqori bo'lgan 999 ping bo'lgan Minecraftni 3 ta vardenni o'ldirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun hozirgi video boshlandi. Bolalar, videodan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar uchun shuncha qiynalib kontent qilyapman. Va bugungi videoda hozircha ketdi. Hozir 1 2 3 birinchi zarba o'xshamadi va keyingi zarbalar ham ketma-ketlikda o'xshamaslikni davom etdi. Ya'ni keyingi 3-chi zarba bo'lsa aniq nishonga tegdi, lekin men o'lib qoldim va keyingi ketma-ket zarbalar ham pastda ketdi. Ya'ni men o'lib qolishni davom etdim. Va ko'rishingiz mumkin, juda ham ping bo'lganligi sababli birdaniga o'lib qolyapman. Hech nimaga ulgurmayapman. Va nihoyat kutib sanoqli daqiqalar ichida tegdimi deb xursand bo'lganimda tegdi. Faqat 2 marta urishga muvaffaq bo'ldim. Va keyingi zarbalar yana o'xshamaslikni davom etdi. Men hozir nechta bor olganini ko'rib turishingiz mumkin. Yana o'ldim va yana keyingisida bum. Va biz nechta urganimni va necha bor o'lganimni ko'rsatib turibman. Va o'zimcha suvga tushib ketib, mana shunaqa SMP'larcha qilmoqchi edim. Varden nosini tufurvordi. Varden chekayotga nosini tufurvordi. Undan keyin o'lib qoldim. Yana o'lib qoldim. Yana. Shu tariqa cheksiz ketadimi deb o'ylagandim, lekin oxiri bir marta bo'lsa ham o'xshab qoldi va varden o'lib qoldi. Va nihoyat menda bitta vardenni o'ldirish imkoniyati paydo bo'ldi. Qani yana keyingisini chiqaramiz va unga nom beramiz deyotganimda shapatimni berib yubordi. Va biz tirilib urmoqchi bo'lganimizda o'lib qoldik. Keyingisida yana o'lib qoldim. Keyingisida esa yana o'lib qoldim. Va kutib o'zimcha yerga enderpearl otganda u boshqa yoqqa otilib ketdi va men qayerdadir ko'rda paydo bo'lib qoldim. Hozirgi jarayonda meni ahvolimni ko'rishingiz mumkin. Va men o'sha tarafga qarab mana shu SMP'larcha ajoyib trik qilmoqchi edim, o'xshamadi. Va suvga cho'kib o'lishni qaror qildim. Lekin shu paytda birdaniga boshim ishlab ketib, suvga varden chiqarish g'oyasiga keldi. Va uni ko'rib, o'zimcha urishmoqchi bo'ldim. Lekin u meni shapatimni berib yubordi. Shapatni olib, tinchgina vardenni o'ldirishga tushdim. Yana o'lib qoldim. Shu tariqa bitta zarba berdim u turib qoldim. Varden esa jim turardi. Va turib oxirida og'zidagi nosni men tarafga qarab tuflab yubordi. Nosni og'irligini ko'tarolmay yana suvga tushib ketdim. Qanday alam qilardi? Buni yana o'shanaqa enderpearl otib orqasidan havo sharatganda u juda ham boshqa yoqqa tushganligini ko'rdim. Va men oxiri cho'kib o'ldim. Va o'sha yerda qaytadan tirilib varden urmoqchi edim, o'lib qoldim. Keyingisida ham, yana keyingisida ham, yana. Bu yerda esa bug bo'ldi. Va men kelib turib bir urmoqchi edim, yana o'lib qoldim. Endi o'xshata olmayman deb o'tirgan paytimda vardenga adashib tegib ketay dedim. Lekin tega olmadim. Bir necha marta o'lganimdan so'ng
haligacha shunaqa qilamanmi deb o'tirib, endi mana shunisida uraman deb o'yladim va tinmay harakat qilishni davom etdim. Sizlar uchun shuncha kontent bo'lyapti. Bu mana bunchalar qiynalayotganimni ko'rib, videoga like bosmasangiz rosa achiydi. Turib urmoqchi edim, urolmayapman. Va oxiri kelib turib, endi bir urdim, 2 urdim va vazn shapatimni berib yubordi. Va kelib urmoqchi edim, yana tegmadi. Yana urmoqchi edim, yana tegmadi. Sal qoldi lekin. Va yana o'xshamadi. Keldimda urdim, o'lib qoldim. Va keyingisida g'azabim chiqdi, sakrab borib bir urdim. Varden nima qilishni bilmay qoldi. Va men bitta shapatimni berib yubordi-yu, men o'lib qoldim. Yana kelib turib urdim, tegmadi. Yana mana shunaqa millionta urishlardan keyin balkim tegib qolar degan umidda davom etaverdim. Va turib afsuslanaman deb mana shunaqa 3 ta Vardenga aytganimni eslasam tegmayapti. Yana o'xshamadi. Demoqchim, suvga tushib ketdim. Qanaqa omadsiz bo'laman-a deb o'tirdim-da, yana suvda cho'kib olishga qaror qildim va tinmay suzaverdim. Va men boya chiqargan Vardenimni qidirayotgandim, lekin u yo'qligini bilib, mayli, cho'kib o'lgani ma'qul deb suv tagiga kirib ketdim. Va soniyalar ichida o'lib qoldim. Qanday go'zal bu olam. Borib turib Vardenni urmoqchi edim, o'xshamadi. Yana urmoqchi edim, vafshim boshqa yoqqa ketib qoldim. Deb baqirmoqchi edim, lekin qo'y deyapman-da. Mayli dedim. Borib turib, ana bu yerda dronetga ko'zim tushdi. Va kela qol, meni ura qolgan dedim-da, jimgina turdim. Va o'sha paytda cho'kib o'lib ketdim. Va tirildim-da, Vardenni qasas olaman deya o'lib qoldim. Yana tegmagan, tegdi. Yana tegdi. Va nihoyat ikkinchi Varden ham o'ldi. Qanday go'zal bu olam. Endi keyingi Vardenni chiqaramiz, ism qo'yamiz va Vardenni joyimizga qaytamiz. Qani, bum. Keyingisida urolmadim va undan keyingisida ham urolmadim va yana urolmadim va yana ham urolmadim. Keyingisida sal o'xshaganday bo'ldi, lekin o'xshamadi. Keyingisida ham bu jarayon million marotaba takrorlandi. Qachonki men adashib tegib ketmasam, o'zim bilib tegsolmayapman. Qanday omadsizman deb o'tirgan paytimda ruhlanib ketib, yana tez mana shunisida uraman deb o'yladim-da, borib turib urmoqchi edim. Mana shunisida ping bo'lib qoldi. Axir men ping telefonda o'ynayapman. Bunda ping juda ham past bo'ladi. Ya'ni telefon juda ham qotadi. Shuning uchun mana shunaqa qotib ishlayapti. Va bitta urdim-u, lekin o'zim olib qoldim. Buni qanday ta'riflash mumkin? Bunisida ham ikkinchi bora. Qanday? Mana ko'rsimga WinPros, ya'ni ma'nosini bilmayman. WinPros sehri ko'tarilgan. Ana shunaqa narsani ursang, sakratib yuborish kerak edi. Lekin u sakratmayapti. Men o'lib qolyapman. Nega?
tinimsiz harakatlardan so'ng, shuncha harakatdan so'ng g'azablandim va bitta urdim, ikkita urdim, 3ta, 4ta urmoqchi edim. Vordan qarab turib, yo'qol devordi-yu. Va turib, bolalar, hozir men sizlar uchun soat tungi 1dan 13 daqiqa o'tgan paytida ovoz beryapman o'z o'ynaganlarimga. Ya'ni bu videoni sizlar uchun montaj qilyapman boru. Soat 1:30da. Aynan sizlar uchun bolalar. Shunaqa qiynalayotganingizni ko'rib, bu videoga like bosmasangiz bo'lmaydi bolalar. Sizlar uchun barchasi, bilasizlar-ku. Va nihoyat do'stlar, bizlar 3-vardenimizni yengdik. Ya'ni 3ta vardenni ham o'ldirib bo'ldik. Va bizlar o'lib qoldik. Xullas bolalar, videoga like, kanalga obuna bosib qo'yishni unutmang. Bolalar, rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. O'zingizni rivojlantiring bolalar. Sizlar bilan bugun MC bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang.